Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik va bostirish qilmishlari allaqachon dunyoga ma'lumlik hodisiga aylanib qolgan bo'lib, navbatda buningdagi muhim masala bu qilmishlarni anglatish emas, aksicha buningga qarshi amaliy harakat qo'zg'ash bo'layotganligi ma'lum. Buningda hammadan bak xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agani BDT qarmaqidagi kishilik huquq kengashi tayyorlab chiqqan Uyg'ur diyori haqidagi dokladda Xitoy hukumati Xinjiangda insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyatlarni sodir qilgan bo'lishi mumkin deb xulosa chiqarilgandan keyin buni muhokamaga qo'yish bo'ldi. Kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lgan 49 davlatdan 19 davlat Xitoy haqidagi bu dokladni BDT bosh shtabida munozaraga qo'yish haqidagi taklifni rad qildi. Bularning qatorida ko'plagan islom allarining bo'lishi dunyo jamoatini yana bir qator hayratda qoldirdi. BDT binosida Uyg'ur diyori haqidagi dokladni munozara qilishni cho'rdigan ovozga qo'yishda dunyodagi eng chong musulmonlar davlati bo'lgan Indoneziyaning Xitoy hukumatini himoya qilib ovoz berishi xalqaroda emas, Indoneziyaning o'zida bu kuchli ta'sir qo'zg'adi. Indoneziya Xitoy tadqiqot markazining xodimi Habib Pasha 27-oktyabr kuni Yevroziyaga nazar jurnalida e'lon qilingan obzorda bu jihatdagi masalalarni tafsiliy bayon qildi. Avtorning qarashicha yaqinqi yillarda e'lon qilingan ko'plagan dokladlar Uyg'ur diyoridagi tutqun, siyosiy meni yuyish va majburiy assimilyatsiya qilish qilmishlarini, shundaqla Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishini shuncha aniq ko'rsatib berayotgan bo'lsa-mu, Indoneziya hukumati Uyg'urlar masalasida Xitoy bilan o'chakishib qilishni xohlamagan. Indoneziyaning muavin tashqi ishlar ministri Febrian Rudi Jenevada muxbirlarga so'z qilib, Indoneziya hukumati har qaysi taraflar o'tirib qo'ygan bu masalalarni muhokama qilish, kishilik huquq masalasini yaxshilashga hech qanday ijobiy natijalarni elib kelmaydi deb qaraganligi uchun bu ishlarga aralashmaslik qaroriga keldi degan. Avtorning bayon qilishicha, Indoneziya hukumati yillardan buyon Falastin masalasida eng aktiv musulmon davlati bo'lib kelgan. 2022-yil iyulda Indoneziyaning Ispaniyadagi bosh elchisi Muhammad Najib bu haqda so'z qilib, Indoneziya har qachon Falastin bilan bir safda. Bu ahvol hozirmi va kelgusidami shunday bo'ladi degan. Indoneziyaning tashqi ishlar ministri Retno Marsudi buningdan ilgariroq, ya'ni 2021-yil 20 mayda BDTning Nyu-Yorkdagi bosh shtabida chaqirilgan yillik kengashda Indoneziya hukumati Falastin masalasida insonparvarlik, adolat va tinchlikni himoya qiladi. Isroiliyaning ishg'oliyatchiligini mangu ayblaydi deb ifoda bildirgan. Albuki Falastindagi krizislardanmi eg'ir bo'lgan Uyg'urlar masalasi o'tirg'a qo'yilgan so'rovlarda o'xshash masalaga qarta qo'llash mavqesini ifoda qilinmagan. Shuningdek, Falastin haqida bildirganda kaskin bayonotlarda e'lon qilinmagan. Aksicha Xitoy hukumatini himoya qilish maydonida bo'lgan. Bu nuqtalarni xulosalab chiqqan avtor bu hodisalarning amaliyotda Indoneziya asosiy qonuniga xilof qilmish ekanligini ko'rsatib o'tadi. Chunki Indoneziyaning asosiy qonunida Indoneziya hukumatining tinchlikni olg'a surish va ijtimoiy barobarlikni amalga oshirishga hassa qo'shish majburiyati bor deb bekitilgan bo'lib, ularning Indoneziyadagi musulmonlar mutlaq ko'p sonni egillagan jamiyatning orzusiga binoan ish ko'rish majburiyati bor ekan. Chunki 2019-yilda Indoneziyadagi Islom himoyachilari fronti qatorliq cho'ng tashkilotlar Jakarta shahridagi Xitoy elchixonasi oldida zo'r ko'lamli namoyish uyushtirib, Uyg'urlar uchun so'z qilgan hamda o'zlarining bu vaqtdagi orzularini Indoneziya hukumatiga yo'llagan edi. Bu xildagi namoyish 2022-yilda o'tkazilgan bo'lib, ular bu vaqtda so'z bo'lganda bizga yiroq bo'lgan makonlardagi musulmonlarmi bizning qarindoshimiz degan hamda hukumatdan bu masalalar bo'yicha tadbir olishni talab qilgan. Shundaq turuqliq Indoneziya hukumatining bu xildagi talablarga pisand qilmasligi mohiyatda Indoneziya musulmonlarining yuragini og'ritib qolmasdan yana o'zlarining asosiy qonuniga xilof harakatda bo'lganlikqa barobar bo'lib qolgan. Avtor bilan bo'lgan bu vaqtdagi suhbatimiz jarayonida Indoneziya hukumatining nima uchun bu xildagi qo'sh o'lchamga ergishadiganligi muhim temalardan bo'ldi. Habib Pashaning qarashicha, Xitoyning Indoneziyadagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri g'oyat zo'r darajada davom qilayotgan ahvolda Indoneziya hukumatining Xitoy hukumati ranjiydigan ishlarni qilishi mumkin emas ekan. Bo'libmi Indoneziya bilan Xitoyning tashqi savdo umumiy summasi 85 milliard Amerika dollaridan oshib ketgan bo'lib, Xitoy hozir Indoneziya uchun eng chong tashqi savdo obyekti hisoblanadi. The two main reasons. The first one is the dependence of economic relation from Indonesia to China that we can deny for this one. In fact, China is not only one oldi bilan shuni aytishim mumkin. Indoneziya iqtisodiy jihatda g'oyat zo'r darajada Xitoyga biqinib qolgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Xitoy hozir Indoneziyaning eng chong savdo shirkati bo'lib qolmasdan, yana Indoneziyadagi eng chong mablag' soluvchi. Indoneziyaning konchilik, mashina sozlik degandek turlarga selinayotgan g'oyat zo'r mablag' Xitoydan keladi. Yana kelib bu xil savdo munosabati yildan yilga quyuqlashib o'tadi.
Ammo Indoneziyaning Xitoy bilan bo'lgan savdoda izchil qizil raqam ko'rilganlikdan Indoneziya prezidenti Joko Widodo Xitoy bilan suhbatlashib bu vaziyatni o'ngshashga tirishyapti. Agar Xitoy Indoneziyaga selayotgan mablag'larni to'xtatib qo'ysa, Indoneziya biroqla holdan ketadi. Yani bir yaxtan alsak, hozir Xitoy hukumati g'oyat zo'r sonda o'qish mukofoti puli ta'sis qilib, Indoneziya o'quvchilarini Xitoyda o'qitib o'tadi. Bunday ahvolda xalq orasidami Xitoy haqidagi ijobiy fikrlar keng asosga ega bo'lib o'tadi. Shundaqla Uyg'urlar haqidagi xabarlarni G'arbning o'yini deydigan fikrga moyil kishilarmi xeyli ko'p salmoqni egallab o'tadi. Shundaqla kishilar buni Falastin va boshqa musulmonlar rayoni haqida G'arb matbuotlarida berilgan xabarlar bilan bir qatordagi fikr deb qarashga moyil. Choosing not believe the Western media reports. How about Palestine? Indonesia always support Palestine and always promote about peace, stability and cooperation. Habib Pashaning bildirishicha, Xitoy hukumatining qarz diplomatiyasi boshqa ellarga o'xshash Indoneziyani har qaysi jihatdan Xitoy hukumatiga beqindi qilib qo'yayotgan bir muhim tashqi omil bo'lib qolgan. Bundaq orqa ko'rinishda Indoneziya hukumati dunyo jamoatining nima deyishidan qat'iy nazar Xitoyni himoya qilishi aniq. Indonesia is one of the China's BRI or Belt and Road Initiative core projects. Let me see. Indoneziya hozir Xitoy uchun nihoyatda cho'ng mablag' selish muhiti. Bo'libmi, bir balvoq bir yo'l qurilishi bo'yicha Xitoy hozir Jakarta Bandung tez suratli temir yo'lini yasayapti. Yana bir yoqdan olsak, Xitoyning Indoneziyaga ijtimoiy jihatdan singib kirganligimi bek uzun bo'ldi. Xitoyning yemak-ichmak uslubi, Xitoycha til yoziq, Kongzi institutlari deganlar hozir Indoneziyadagi hamma kishiga ma'lumliq ijtimoiy hodisalardir. Bo'libmi o'tgan 10 yilda Xitoyning siyosiy jihatda Indoneziyaga ta'sir ko'rsatishi va kontrol qilishi bargan sira yuqori pallaga chiqib o'tadi. Bunday ahvolda tabiiyla Indoneziya hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar haqidagi dokladni muzokara qilishda Xitoy tarafda turib bilet tashladi. Indonesia will lose its investment. Indonesia will lose its trading partner and Indoneziyadagi musulmonlar ommasi, musulmon tashkilotlari va bir qism partiyalar Uyg'urlar haqida turli himoyagarlik fikrlarini o'tirib qo'yayotgan bo'lib, Habib Pashaning qarashicha bu hol ilmo davom qilib kelmoqda. Ammo Indoneziya hukumati izchil xalqning nazorati va fikridan xoli hukumat bo'lganligi uchun davlatning tub siyosatini o'zgartirishga ojiz kelgan. U bu haqda mundaq dedi. The main reason or the main dynamic of Indonesia-China relation is trade relation. Trade relation is very important. Indoneziya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni asosiy jihatdan olganda savdo munosabati desak xatolashmaymiz. Indoneziya prezidenti Joko dal mushu savdo munosabatini yuksaltirganligi uchun 2019-yilda qayta saylandi. Ikki tarafning savdo munosabati hozir bargan sira yuqori pallaga chiqyapti. 2023-yilda bu hol texmo shundoq bo'lishi mumkin. Bunday ahvolda Indoneziya hukumati uchun Uyg'urlarning taqdiri Indoneziyani buncha quyuq siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi mavjudlik omillari bilan ta'minlayotgan Xitoy omilidan yuqori o'rin tutmaydi. Chunki Indoneziya tabiiy usulda o'zlarining davlat manfaatini oldin o'ylashidi, ondan ikkinchi navbatda Falastin yoki boshqa joylardagi musulmonlar haqida so'z qiladi. Indoneziya xalqi hali ham Uyg'urlarga istoshlik qiladi. Bularni qo'llaydi. Ammo xalqning Uyg'urlarga ega chiqishi haqidagi cho'qallarga Indoneziya hukumati biz Xitoyning ichki ishlariga aralashmaymiz degan shaklda javob berdi. Dal mushu sababdan Indoneziya hukumati hozir o'z xalqining yuragini og'ritib qolmasdan, yana o'zlarining asosiy qonuniga muxolif ishlarni qilib o'tadi. Afsuski, Indoneziyada xalqning fikri davlatning xizmat funksiyasiga ta'sir ko'rsatmaydi. To support Palestinian Muslim, but they don't do that to the Uyghur Muslim. I think it's so dilemma for Indonesian government. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyga bog'lanishib bo'lgan mushu xildagi iqtisodiy omil, siyosiy omil va ijtimoiy omil degandek sabablar tufaylidan ko'plagan islom davlatlari Uyg'urlar masalasida izchil davlatning manfaati Uyg'urlardan a'lo degan prinsip bo'yicha ish ko'rib kelayotganligi ma'lum. Navbatda bu hol borgan sari umumiy iqlimga aylanayotgan bo'lsa-mu, Xitoy bilan dunyo o'rtasidagi ziddiyatning o'rilishiga ergishib, buningdami ba'zi o'zgarishlarning borligiga kelishi taxmin qilinmoqda.